eng chiroyli dekoratsiyali va оформлениyaga ega kitoblarimga obzor. Birinchisi mana shunaqa kitob. Ismi Lidelium. Fantasy janri. Men bu kitobni hali o'qimaganman. Nimaga chiroyli deyapman? Qaranglar, ustidan o'zi bilsa bo'ladi chiroyliligini. Ichini ochganda mana shunaqa. Kitoblarda eng zo'r yoqadigan narsa bu kitoblarda o'zini playlisti bo'lishi. Qaranglar bularni. Eng zo'ri kitob ichida mana shunaqa rasmlari bor. Mana shu bunda ham xuddi shunaqa va yana bu yoqlarda ham bo'lsa kerak. Mana shunaqa. Undan necha bergan bo'lardinglar, izohlarda yozib qoldiringlar. Mashhur trilogiyalardan bittasi Однажды разбитое сердце. Buni ko'proq ichi oddiy bo'lsa ham usti yoqadi. Qaranglar, qanaqa yaltirab turadigan joylari bor. Uni ichi oppoq, lekin tashqarisini ko'rasizlarmi, qanaqa chiroyli ranglarda. Kitob ochganda ham mana shunaqa chiroyli оформленияsi, dekoratsiyasi. Ustava Margarita, bu esa Andisha va g'urur. Ikkalasi bitta izdaniyadan, lekin menga usti juda ham yoqadi. Bunaqa оформление ko'rmaganim uchun shuni sразу sotib oldim. Ta'sirlanishi juda ham chiroyli. Ichida unchalik hayron qoldiradigan narsasi yo'q, lekin menga aynan shu rasmlari juda ham yoqadi. Ayniqsa shu rasm qaranglar, qanaqa chiroyli ta'sirlangan. Bu videoning ikkinchi qismi ham chiqadi, shuning uchun albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang.